Assalomu alaykum. Men ginekolog Umid Ummatovna, akusher-ginekolog, reproduktologman. Bu bizada vizualni ko'rish uchun topografiyasi, anatomik holati bachadon, qin, orqa ichak va siydik qopi joylashgan bo'ladi va bu yoqda sariqli suyak, o'sha chanoq bo'shlog'i, kichik chanoq bo'shlog'i suyaklari hisoblanadi. Endi qin kengayishida nima bo'ladi? Ko'rib turibsizlar, bachadonda hech qanaqa suyak yo'q, qinda ham. Va qin kengaygandan keyin, qinda kengayish yuzaga kelgandan keyin bachadon sekin astalikda bachadon bo'yni pastga tushib boshlaydi va shunday holatlar bor, bachadon qindan tashqariga chiqib qolgan holatlar bo'ladi. Va qinga mana bu joyda ko'rinib turibdi siydik qopi va qin devori bir-biriga yopishgan bo'ladi-da u. Qin osilgan sari, qin tushayotgan sari siydik qopini tortib tushadi tepadan. Siydik qopini tortib tushgandan keyin ayolda yo'talganda, aksirganda siydik chiqib ketish holatlari, tunda uyquda o'sha enurez holatlari, ya'ni siyib qo'yish holatlari va boshqa holatlarda ham siydik tutolmaslik holatlari muammolari bilan kelishadi. Undan tashqari qinni pastki devori to'g'ridan-to'g'ri orqa ichak bilan bog'langan bo'ladi. Ya'ni ularni alohida bir-biriga yaqin joylashgan, devori bir-biriga yopishib joylashgan bo'ladi. Va qinni orqa devori, rektosel, orqa devori tushishi natijasida orqa ichakni, to'g'ri ichakni ham tortib tushadi. To'g'ri ichak kengayib ketgandan keyin to'g'ri ichak o'zini peristaltik harakatini bajara olmaydi. Shuning hisobiga ayolda qabziyat kuzatiladi. Tushunasizmi? Va qabziyat bo'lgandan keyin doimiy ich qotishlar, davolasa ham tuzalmaydigan ich qotishlar kuzatiladi. Chunki bu yoqda funksional anatomik holati buzilganligi uchun ich qotishlar kuzatilyapti ayolda. Endi bachadon ham shunga o'xshab tortilib kela boshlaydi. Qin kengayish holatidagi qilinadigan plastik operatsiya faqatgina jinsiy hayot uchun qilinmaydi. Bu aslida mana shu muammolarni bartaraf uchun qilinadi. Ya'ni bachadon tushib qolishini oldini olish, siydik qopi tushib qolganda to'g'irlash, undan tashqari tushib qolishini oldini olish maqsadida. Ba'zilarda o'zi tushib qolgan bo'ladi chunki. Va ich qotishlarda rektosel, bu tepadan tushishi sistotsel deyiladi, orqa devori tushishi rektosel deyiladi. Rektosel, sistotsel holatlarda o'sha qin plastik operatsiyasini ham turlari bor. Yuqori, ya'ni oldi devori plastik operatsiyasi, orqa devor, yuqori va pastki plastik operatsiyalar deyiladi. Undan tashqari bachadonni ko'paytirib tepaga ko'tarish uchun lenta qo'yish holatlari, siydik qopini ko'tarish uchun lenta qo'yish holatlari, shunga o'xshagan murakkab jarayonlarni ham tashkil qiladi. Endi ayol kishi faqatgina farzand tug'ishi uchun yoki bo'lmasam uydagi vazifalarni qilish uchun, turmush o'rtog'i undan rohatlanishi uchun emas. Ayol kishining o'zini ham shaxsiy ehtiyojlari bor. Ayol kishining o'zi ham aynan jinsiy hayotdan oladigan lazzati bor. Qin plastik operatsiyasini faqatgina turmush o'rtog'i uchun qilinmaydi. Bu ayolning sog'ligi uchun va o'zi jinsiy hayotda yaxshi yashashi uchun ham qilinadi. Ya'ni o'zi uchun, o'zini sog'ligi va o'zini jinsiy hayoti uchun qilingan plastik operatsiya eng to'g'ri hisoblayman. Va plastik operatsiyani turlari bor. Plastik operatsiyani anatomik bu joyda siydik qopi juda ham yaqin joylashgan. Orqa ichak juda ham yaqin joylashgan. Undan tashqari bachadon tushish holatlari bor. Ya'ni bu operatsiyani aslida o'ta murakkab va xavfsiz deb ayta olaman. Nimaga? O'ta murakkab ekanligi. Siydik qopini tajribali shifokor qilmasa, siydik qopi teshib qo'yish holatlari bo'ladi. Yoki bo'lmasam shunchaki bu joyini ko'tarmaydi. To'g'ri operatsiya hisoblanmaydi-da. U siydik sistotsel holatida aynan siydik qopini tepaga ko'tarmasa, u to'g'ri operatsiya hisoblanmaydi. Uni foydasi yo'q. U qilingan operatsiyaning foydasi yo'q aslida. Va siydik qopi devori bilan ishlashadi. Shuncha operatsiya shunchalikki siydik qopi ko'rinib turadi. Uni bittagina nojo'ya harakat bilan teshib qo'yish va bu katta taassurotga olib keladi-da. To'g'ri ichakni ham xuddi shunaqa teshib qo'yish yoki shu narsa katta taassurotga olib keladi. Undan tashqari nimaga ayol uchun xavfsiz deb aytyapman? Nima sababdan? Chunki qorin bo'shlig'iga kirmaymiz, katta qon tomirlar bilan ishlamaymiz va ayol umumiy narkozda bo'lishi ham shart emas. Bu operatsiya uchun umumiy narkoz ham ishlatiladi. Va mana shu qindan kirilgan holatda mana shu jarayonlar hammasi, bachadon ko'tarish, siydik qopi ko'tarish, rektosel holati tuzatilish, undan tashqari qin toraytirish amaliyotlari hammasi birdaniga qilinadi. Qin plastik operatsiyasi uchun oldindan tayyorgarlik bor. Oldindan tayyorgarlik nimadan iborat? Qin ajralmalarini, o'sha patologik ajralmalarini, qindagi shamollashlarni yaxshi davolash muhim. Va bu choklarni yaxshi bitishiga
yordam beradi. Oldindan tayyorgarlik qilish, oldindan o'sha har xil svechlar, obrabotkalar yordamida qindagi shamollashlarni davolash kerak. Qind plastik operatsiyasi 1 soatdan 2 soatgacha davom etishi mumkin, ketadigan vaqt. Bu jarayonni murakkabligiga qarab, qindagi kengayish holatlariga qarab va mana shu muddat ichida operatsiyada mana shu murakkab jarayonlar amalga oshiriladi. Undan tashqari, qind plastik operatsiyasidan keyin reabilitatsiya davri ham juda ham muhim va bu plastik operatsiyadan keyin ayolga 1-1,5 oy davomida ko'p o'tirish, uzoq masofaga o'tirib borish va jinsiy aloqa qilish mumkin emas. Chunki o'sha qindagi choklari yaxshi bitib olish uchun. Og'riq masalasiga keladigan bo'lsak, agar kimdirlar orangizdan o'sha tug'ruq paytidagi razriflar bo'lgan bo'lsa, shu razriflarni og'riqga yaqinroq og'riq bo'lishi mumkin. Ya'ni qanaqa bir xillar chunki ko'pirtirib, kuchaytirib gapiradi, juda ham qattiq og'riq bo'ladi deb. Yo'q, o'sha tug'ruq paytida kimdirlar razrif bo'lgan bo'lsa, og'rig'ini shunga tenglashtirish mumkin. Endi uni ham razrifning darajasi ham juda katta razrif bo'lgan bo'lsa, kuchli og'riq bo'lgan bo'lishi mumkin. U qadar kuchli og'riq bo'lmaydi deb tushuntirmoqchiman-da. Va bu operatsiyadan keyin, ya'ni qindagi ortiqcha terilar to'liq olib tashlangandan keyin, qind tor holatiga keltirilgandan keyin ayol tabiiy tug'ruq bilan tug'a olmaydi. Chunki qind uje unaqa darajada kengaya olmaydi-da. Buni qildiradigan ayollar plastik operatsiyadan keyin yoki operativ tug'ruq bilan tug'adi, yoki uje hamma farzandini tug'ib bo'lganlar kelib qildirishlari mumkin.